Şöyle, çok koyacağım. Öyle paraydı. Ha, bu benim fıkam buldu. Yok bakıyorum ben kişi boşu. Canım kanı tutuşken ha? Ha, Cem Usta. Bu benim fıkam buldu. Cemyan dağındaki yol baktı. Boş fıkam yok derken. Hadi taşla kılan. Hadi taşla kılan. Ha, fıkam kaçıp gitti. Ama kış gelen görüşmekle 2 yıldır işivedi. Yenge, işini asla. Bizim takım kayıp geldi. Anasın. Maymundan balıktı. İşigimni kıldırıp etmedi yana. Biz görüşmekle 2 yıl oldu. Uçak buluvaksız eka. Şunda. Uçak buluvaldı. Biz mi başpanalık bop kaldı? Oy, sen maymunza hem hiç şundak tentekle kıpıram. Bu nime? Aykut'un. Bana bu benim kam vursun. Cimyan dağında yolbasını ötegen batır. Bana moşu. Kıyınınımız yango. Koşnumuz Van Kemper'din yolbası yığınına kızıp ketkenligini anlap körüp geleydi bedim. Yetişemeyle kaldım. Yolbasını ötegen batır. Kıyınınımız gelemez mi? Asmadın koşallık yığıptı o bizge. Kam, bu yak yenginiz bulur. Salam yenge. Derhal orunlardan tırla. Meni hicr kılmış. İzzet ikramımni kubul kıgaysız. Kıyınını üzlerigimi kazı. Öyge kırıkla, öyge. Kam, öykürey, öykürey, öykürey. Memişki kıyınınımızı olduruşta istemeyiz. Oldur. Ben çıkıp çay demledim. Avarı kıldırgan buldum yenge. Yok. Hadi oldur. Akıdı yana bir yığıdı uyumuz bak. Yangınız işkimiz, balıkandı durun. Öğünün ağınız nahayeti yakşı oldu aka. Bunu inimizden tali. Karangay sizni, memişki kıyınınımızı olduruşta teklif kılmayısın. Otur. Yolla pek çamkıldı. Yüzlerini sırtı basla. Rahmet yenge. Memişki kıyınınımızı olduruşta teklif kılmayısın. Otur. Eğer bugün rəside uçuşup kalmagan bolsam, Jinxı nayısıgı verip sizin tapanmayıp kuruk kaytır iken ben. Aga, kaçanları Yangu nayısı kep oturaklaşıp kaldınız? İşkimizden ayrılığına 2 yıldan işip ketdi. Yangu nayısıgı kelgenimizge mo 1 yılda işip ketdi. Yangingizge ölengenimden keyin Jinxı nayısıgı bir neçe alıqanap öyge kelebilip hapı kıldıgan bu aldı. Şuna o yerde turanmay, moşu Yangu nayısıgı köçüp geldik. Hemme gep muş akıllarda. Boşan adam boğan dikin, kişilerge bozak boğanı boğan. Yuvaş at menişki yakşı, yuvaş kişi bozak kılışka digen gep ba emesmi? Dağlan özlerdek tembel boğan bolsa, kim mi bozak kılalaydı? Akam kanaatken samimi adam. Cidel macıradın kaçıdı. Mağokşa cidelini seti olu da Allah'ın emez. Jigir yoqning jini yo'q, jini yo'qning meli yo'q degan gap bor. Mencha mundaq odamni yaxshi ko'rmayman. Akam macera çıkarmasa, siz endişeden hali bolsunuz, yaxşı emas mı? Endişeden hali bo'lgan bilan, hamisha buning bilan tang. Bozak bo'ladi ekanmi? Sizlar o'ltirib turinglar. Men chiqib say qorib, men istib kiray. Aka, yengem uçuk köngül kuşçakçak ayaldek kıldı. Yenginiz Jinxı nayıdaki bir devletme ailenin dediği gitti. Çoğun sorunlarını kögeşke, tamık ettiği say koruşka tasa kamil. Hatta jını işlirgimi usta. Baxtimga yarışa bir tören meni yaxshi ko'rib qilib, bir yamoqni chiqim qildirmay, uni menga qo'shib qo'ydi. O tören bir savobli ish qilmoqchi ekan. Shu yili men bola terib qo'yib, qaytib ketdim. Siz u yerda qilib qilib, azob chekkansiz. Yo'q, hech qancha azob chekmadim. Bir necha ay davo dastarda bo'ldim.
Cenghan aysidagi heliqi amaldor sizning mushtumingizdan bevush bo'lib qopti-ki. Uzoq o'tmay saqaydi. Ambal mening namratligimni, mendan hech nima indiramaydiganligini tuyib, oxiri qo'yibdi. Turmadan chiqib, ko'ch-ko'yda qatlimi satdim. Hey ukam. Bu 2 yildan buyon nelarda bo'ldingiz? U yerda salsam bo'lib beshim qo'ygan yerlarda yurdim. Keyin Xibey o'lkasining Sangju noyisdagi mansabdor Sayjingnikida bir mezgil turdim. Ondan Sandong o'lkasining Yongqing noyisdagi Sunjangning yanida bo'ldim. Uning bilan obdan tanishdik, akıkı buluşib ketdik. Kunlar o'tgan sari sizni qattiq seg'indim. Shuning bilan bu yoqqa ravon bo'ldim. Akuka, mana emdi cem bo'ldinglar. Emdi yana ayrılmanglar. Bir eğiz öyümüz boş. Özleri şu öyde turslar. Boş. Ertesi akşam ıssiq su disleri, peqir, öz qo'lim bilan hazırlab berme. Biroq qat şortu islarimi bizning ko'nglimiz. Yaxshi ko'nglimizga rahmat. Qarsak tilni. Bu dataga. Ne qayta ya? Ay. Yunga, charchapmi ketding? Bir qadam echib ket. Bir aylık kişileri aramırın görüşkende ne kıstırılmay. Uzun tağam kayıtıp geldi. Bu hoş haberine dudamga aytib, onu bir hoş qilib etdi. Ne qayta ya? Qarasini. Voy, maymundan terelgen haramzat. Vağana. Pencinleyen, egi kirsizlar. Udalan. Kirib o'ltasizlar. Voy, dünyanın davamında yolla seltirgen helik palvan ininiz muş kişkende. Şu. İnim, körşüm. Bu yak artam hoşnumez. Van anı buludu. Yaşanğan kişi ekanlar. Bir hürmetlik boptu. Akam bilen yengemge köp köngül bölüpla. Vay, palvanın gipini adamni xijil qilib. Uzun bo'ldi, birli etib ketyapmiz. Vaqtimga bulan men yot ko'may. Vana na deyishidi. Bundaq degilimi arzimaymi ataxe? Hey, dostum palvan. Men sizlik ehson. Sizning bu yangilari oltinga tegashkisiz, axloqli ayol bo'ldi. Aqlirg'i uningda o'ta haqqi ziyni tegmaydigan Xudoning mo'mini. Ba'zi tilni seg'inib qolamdi ekan. Unsilib yig'lab ketadi. Menga uningga bir tuqqanlar hamini ko'rishidi deydim. Qandoq? Deginim kepti. Mana bugun didor ko'rishib, yana jam bo'psizlar. Xo'shal olgansizlar qachon? Shundoq. Vangana, jo'zig'i kesla. Bir qadah maysla. Shundoq, obdan. Bu hozircha omonat tutsin. Boshqa bir kun kepichay. Men bugun sizlarni bir muboraklab qo'yay deb kirib edim. Kim bir kun kelay? Boshqa bir kelay. Uzatmadik. Qayninim, o'ltasizlar. O'tir. Men olay. Yo'q bo'ldi. O'ltasizlar. O'tir. Oldi bilan. Qani. Qaynimga bir qadah tutay. Qani. Ko'taray. Ko'p rahmat yenge. Qani, qaylisizlar. Qani. Buni Sunjang akamiz vedalish oldida menga tutib edi. Az bo'lsa-mu ko'p tavob qilib ishlatasizlar. Ko'ngildagidek emas. Oy, bek javob ketiblar. Buni olmaymiz. O'z hukmimiz bo'lgandan keyin qaraysiz. Tatinmay alayli. Ajab bir odam ko'rsiz. Sizlar bilan maslahatlashadigan bir ishim bor edi. Yangu noyisining ombili menga 100 yoshlik mansubini bersam devidi. Oho. Ama o daim sırtı yürüydiğin iş. Onun üstündeki kişilerde işlengen tağva diyen gumanını tuğduruşu mümkün. Aka silece qandak. Yo'lga chiqsang, yo'l topasan degan gap bor. Uning ustiga mansab tutqanlarning hammasi yomon ish qilavermaydi. Ishni odillik bilan qilsangiz bo'laveradi. Meningcha bu beka oltag'andan tuzuk.
Qaynanamiz 105 bo'lsa, boshqalar bizni bozaq qilishga peytonolmaydi da. O'g'ishimdaq. İkkimla qo'shilsanglar, sizlarning degininglarchi bo'lsin. Qaynamisi, qaynanamning yuqori martabaga ega bo'lishi, bag'an sira o'rlish uchun ko'taraylik. Ayni, ko'taraylik. Oy. Ne bo'ldi? Yanga, nima bo'ldi? Oy. Deydi. Qandaqroq? Yanga, qandaqroq? Ajab bu. Chiqmay ekan. Nimaga kulasiz? Çok ihtiram bildirdi. O acayip meşhur kişi. Onun ismi Çinhu. Aslında Yağmur Ambalı olan. Hazır Yağmur'la mevcut. O kattatlık, kütüşçülük işleri kamı. Yangın ayesidik 3 devrini 5'den geçirgen peşi var. Hatta Ambalı'nın birer kıyın iş kılıç gelse onu da meslet alırdı. Yolculuk soraydı. Yağmur işi daha kaydı nizam köp, iş mürekkep. Ben bu yerge yeni, her kaysınızda köprek meşrep bir turaslı. Yüzbeşi nedik geplerini kılla. Bu yerge yeni olsun mu, yar buraderlerden inak ötüp atıllığı. Halınızı iti atımla, işte esnedilgenler. Hatta ambal cenaplarının onu eti alışığı sazaver buldular. Yüzbeşi paranlaşkaç otasla, pekir sırtı çıkıp gerek. Bu kim? Eliki Çinhong Begim'nin oğlu, ismi Çinşin. Tek turku başlıkçılığı bu. Hey, bu Çinhong Hazretinin yalğız oğlu. 2 yılın aldıda bir neçe alakanat ölen birleşip tep sapa kımağı verilip boynugça qarzga boğulup kalgan. Qarz egileri qarzını söylep uyga beriverdi. Valenki Çinhong Begim'nin ailesi edep qaydalık farzandlarga talabchan 100 hatırlık aile boğaşqa Begim elem geçidimay onu uydan qoğlap çıkardı. Şumizce Çinşin toğru yolga qaytıp qarzlarını özümüzce öne kirişke icazet vermeydi eken. Lekin u yalğız oğlu olup ya ticaret kılışını ya amgak kılışını bilmegeçke meşedeki yaylarının az qoldu yardımıga tayınıp can beqıvatıdı. Yana qancha verdin? 30 tiyin yana quda quchib ketdi. Kişi. Birge. Yüzbeşi, beni çakırdı mı? Öykür. Kire. Kırmamsa. Otta. Anlaşımca Begim seni öyden qoğlap çıkırıptı. Benkeyin zadı qandaqlaydaysa. Öyge qaytqın var mı yok? Öyge qaytqısı gelmeydiğim iş bulamdı. Bırak ta ki doğru yolga qaytdım. Qarzlarımı üzmegiçe öyge qaytışımga icazet yok. Ben qart
Katma kat kayslarga boğuldum. Bu kayslarni qandoq mı to'lab bo'la olayman? Hamma qarzing qanchalik? Qarzim jami Qanchalik? Qanchalik? Esang-chi? naq og'inib 40-50 tizig yamoq. Naq og'inim? O'simi bilan qo'shilgandichu. O'smini qo'shsa 400-500 tizig yamoq. Bu qanday qarz? Bunda qarz bergan kishi hargiz mard emas. Hech qisi yo'q. Bu qarzingni men to'lab o'tay. Ammo shartim shuki, bundan keyin yomon yo'ldan yonasan. Kinbegimning ajrini oqlaysan, umidini yerda qo'ymaysan. Javob ber. Javob ber. Gap qisqacha. O'zbekiston gapi javob ber. O'zbeshi. Men endi tuzalmasam ishlab ketmandimi? O'zbeshi. O'zdir mening ota-onam. İkinci ota-onam. Kinshem, o'rningdan tur. O'rningdan tur. Bunday gaplarni qilma. Shuni bir degina, qarz berganlar qancha kishi? Ular nima odamlar? Ular 4 kishi. Ularning 4'lisi Shiminching begimning uydagi yaloqchilar. Yeni shuning yaloqchilari ekan-da. Shundoq. Shiminching begim degini zodi qanday odam? Hey, Ochal ko'rgining oldidagi Bahor Sariyi Do'rdukunning xo'jayini. Bu kishining familiyasi Shimin, ismi Shiminching. U uyda bir moch yaloqchi g'olchilarni turg'izib, hammalar yerda o'ktamlik, zo'rlik, zo'mbulik qiladi. Shiminching yo'ligashga uning g'olchilariga hech kim g'idin-pidin qila olmaydi. Puhralarning Yangon oyisida ikki cho'ng ofat bor. Biri Davandagi yo'lvas, yana biri shahardagi Shiminching degani rost ekandi. To'g'ri, bu dal shu Shiminching. Amaldor bo'lgan kishi puhralarga oti bo'lmasa, qonunni bilib turib rioya qilmasa, bu jinoyat ustiga jinoyat o'tkazgan emasmi? Hech qisi yo'q. Yillik qarz berganlar hujjatlarni bu yerga kelsin. Ularga qarzimni qaytarman deyin. Ma'qul. Bak. Xo'p, ma'qul. O'zbekistonga ko'p rahmat. O'zbekistonga ashqalloh. Yüzbeşi mal dünyani do'st tutmaydigan vafodor, odil azimatganlar. Qarindoshlarga shuni aytayki, jazman ishda odil, kishilarga vafodor bo'linglar. Shundoq. Men mashhada bo'lar ekanman, bo'zakni bo'zi ketib, yomondan qo'rqadigan, puhralarni oyoq osti qiladigan, kishilarga ziyon soladigan ishlarga hargizmi yo'l qo'ymayman.
qancha kechikib qoldi? Tushlik tamoqqa qaytib kelmeligu. İşte bir neçe ağıyla meşgili başlayıp gidip qaytip gelemedim. Ha. Sizni sakıtıp ağır kıptı bende. Akıllarımı katlım satımen deb tushlik tamoqqa kelmedi. Sizlarni saqlab tushib ketdi. Shunda qattiq qor yig'ayotganda uyga qaytib kelib, issiqni o'ltamay, talada xalqlar bilan may ichiblar. Chapsan kiyimlarini silib, oyoqlab yangishlar. Bo'ladi. Chapsan bo'lsin. Tamam. Qaynenim, Ha? qaynenim. Kesler, mening hujrama kirib ısınıvaslar. Ma'qul. Qani olsaslar, 3 qadah demay ichib ısınıvaslar. Yenge, akam kelgende birli o'ltirib ishaylik. Onun qaytishi xeyli bor, qor qattiq yig'yotidi. Xaridorlar oz, o texim kech qaytib keladi. Saqlamsaqim bo'ladi. Bu Qayni enim yolg'iz ichishga ko'ngillar tatmasa, peqir hamra bo'lay. Mana bir qadahni to'ldirib ichib etay. yenge, yüzünüz bilin. Hava bek soğuk. Qayni enim qo'shlab ichivasizlar. Ben koyay. Yenge, yüzünüz mi kilin? Üzem koyay. Meni obdan ketirdik ella. Özlerden yolvasına qo'rqqanim beka emaskan. Xalqlarning aytishiga qaraganda, qayni enimning yamul oldida bir oshnasi bormish. Rost shundaqmi? Yenge, andaq üsek sözlerge kulak sanma. Ben bundaq işlerini kılmayman. Qayni enimning dili bilan teli bir bo'lsa, mayligu. Yenge, işenmişsiniz akamda so'rab beqing. U nimani biletdi? Onun bundaq ishlar aqli yetsa qatlim satatdimi? Oy, qayni enim, hayron bo'lmysizlar. Qani, may islar? Qayni enim sevir qilib tursizlar. Men hozirla kiraman. Voy, qayni enim, mundaq yelin kiyim bilan to'nglamam dikanlar. Ha? Yo'q, to'nglamayman. Qayni enim, ko'proq ichib isinivasizlar. O'tni men ulg'aytay. Bayramga az qoldi. Qayni enim, o'zlari qancha yoshga kirlar? 25 ga. Menden 3 yosh cho'nkanlar. Kelar yili 26 ga kirdikanlar-da. O'g'il cho'ng bo'lsa o'ylanadi, qiz cho'ng bo'lsa agi tegidi degan gap bor. Qayni enimning uy o'chaqliq bo'ldigan vaqtimi bo'pti.
Eğer köngüller tassa, menin bu yarım kadeh meyimni içilasizler. Yenge! Oy! Yenge! Meni hata tushunib qopsiz. Men o'zim jasoratli yigitman. Alloh nafsoniyatchilik, shahvatparastlik bilan hukm yo'q. Yenge! Oldimizni yo'qotma. To'xta. Nega orla? Namılga. Acaba Pekirning ko'nglini qiltilib tushunmamla? Nima? Men bir ayol bo'g'in. Bo'g'mi chechagmiginim bilan erlardan qilishmayman. Yili davlatman to'ra meni to'qalliqqa olmoqchi bo'lganda o'zimga yaqin yo'latmadim. Birinchidan mol dunyoni, ikkinchidan martabani do'st tutmadim. O meni aqllariga tegishga zo'rlaganda, uningga ma'qul bo'lib 2 yilni inoq pok o'tkazdim. Xudo sizni bizga nasib qilgan uyimizga qadam tashrif qildi. Men undaq shahvatparastlikka berilgan noynoqlardan emasman. Men sizning qaddi qomatlik, ravrs bir yigit ekanliklarini ko'rib, masligim keldi. Acaba sizlar meni ornimizni bilmaydigan buzuq deb o'ylasizlar. Mana bo'lmamdi. Baya qattiqroq gap qilsaldi. Ko'nglingizga olma yenge. Ben kichigimdila ota-onamdan yetim qolgan. Meni mushu akam beqib cho'ng qildi. Xuddi menga ota-onamdek mehri bilan qaradi. Shu vajidan sizni o'xshashli hurmatlayman. Hech kamsitmayman. Sizning mol dunyoga berilmay puhroga tegishni xohlaganligingiz hurmatlashga loyiq. Akam kuchsiz bo'lgani bilan samimiy oqko'ngil tirishchan odam. Uning ustiga u sizni intayin hurmatlaydi. Agar siz burunqideklar akam bilan jafoda muhalovatda birga bo'lsangiz, men intayin xotirjam bo'laman. Bugungi ish mashada qolsin. Agar shukr qilmay biror ish tug'dirib qo'ysangiz, men husun sizni to'nigan bilan mushtumim odam to'nimaydi. Shu chaqda meni odamgarchilik qilmadi deb qolmang. Qattiq qor yog'sa nega ko'rsiz-ku? Hey, Fuka! Hey, Fuka! Fuka!
Geldi. Yüzümüz geldi. Her qaysilerini Çin çağırıp geldi mi? Şundak. Hemeyle kep oldu mu? Kep oldu. Oturun la. Çin, ben koy. Hop. Kini, merhamet. Her qaysileri Çin teklif kılgan qarz ilgileri. Ağan qarzını qaytırış berhaq. Bugün isavlış üçün sizlerini çağırttık. Qarzını aynen qaytırış üçün hüccetlerini çıkırısla. Bu. Mana. Merhamet. Boludu. Pulni Gunduxanadan elvelisla. Qanchalik berilgan bo'lsa, shunchalik qaytirildi. O'z ayni qaytirildi. Merhamet. Bu pulun üsümü. To'g'ri, üsümü. Üsüm? Bir tiyimli üsüm verilmeydi. Kishilarni xonavayron qildigan bunda qarz bilishni sizlarga kim qo'yibdi? Sizlarning dastinglardan Çin uydan qo'g'ilib, divanchilik qilib yuribdi. Acaba sizlar o'lim hodis chiqishdan qo'rqmamsizlar? Bugungi bu ishqa men o'zim ega. Ma'qul ko'rmasanglar, arz qilamsizlar, elishamsizlar, ixtiyor o'zinglarda. Agar arz qilsanglar, yomil mana nihoyatda aplik. İliş bakımız desanglar, mana men tayyor. Merhamet. Yo'g'isi. Konularda qarz olsang vaqtida be, yuzing yo'riqildi degan gap bor. İşte yaxshilik deb bitartakmikin? Anda xo'si bo'pti. Yoyi, hop, bularni Gunduxonaga boshlab berib, pullarini atagin. Mening nomimni bitib qo'ysin. Bo'ldi. Beringlar. Jiringlar. Yüzbaşı. Kim? Yüzbaşının mehir şefkatini menge unutmayman. Yüzbaşı, Selim'in kutqazgıcı nicatkarım. Anlaq deme. Kim bu? Bu. Öküzle. Bu. Kim bu? Pekir özlerinin maqulluğisiz Çin'nin qarzını төлöp ettim. İnimizin günahıydın ötüp, bir aile kişileri cem bop, ahırkı ömürlerini hoşal-huram ötkezgeydi. Hey, ailemizden beterleyliğidin işimizden moşundaq bir haramzade çıktı. Bu. Tüzelgen bala, altındın mı a'la degen gap bağmaz mı? Dada, ben tavuk kıldım, beni keçirirsen. Hem de yaxşı adam bulup, ata-anamның sızığıdın çıkmayma. Hey, rastıllı bir haramzade sende. Tura ornundan. Hop. Yüzbeşinin oğlumның qarzını төлöp etkenlik üçün teşekkürden acizmen. Bu qarzını elbette pekir siligi töleymen.
Yo'qsa 105'ini chiqindar qilsak albatta bo'lmas. og'zimdan chiqqankan endi lavzimda yananmayman. Pekir texi kichik, ishning yo'lidan bexabar. O'zlarining nomi sharifini ko'p anglagan. Bundan keyin ko'proq otdarchilik qilala. Bugungi ish Pekirning janoblariga qilgan kichikkina sovg'a. O'tiring. Yağmurning ishlari chog'liq. Mushkullikka uchrasla o'zim hamdam bo'laman. Janoblarining uyimizga qadam tashrif qilib turishini umid qilaman. İltifatlarga ko'p rahmat. Shishing. Xo'sh. Bobomni qasriga olib qo'ygan. Pekir 105 bilan yana bir ishni maslahatlashmoqchi edim. Xo'sh. Ombalning poytaxtga o'tadigan qimmatbaho so'g'salamlari bor edi. Hozir yil oxirlashib, havmi so'qib ketdi. Yo'lmi xavfli kerak. O'g'ri yolg'onmi ko'p. Birer qobil azimatning yo'qligidan bu ishqa ombalning beshi ketib, menga maslahat sog'lik kelgan ekan. Agar ombal ma'qul ko'rsa Pekir berishni xohlayman. Beli. Agar 105'i berishni xohlasa, bu toza ko'ngildagidek ish bo'ladi. Biroq bu intayin mushkul bir ishda. Pekir kichigimdan tortiblar birer xizmat ko'rsatgili intizor etdim. Obdan o'zlari chereklardan 2 kishini tanlaslar. Nars keraklarni yig'ishtirib, at saharda yo'lga chiqslar. Xo'p. Amisa Pekirga ijozat. Yangonaysiga qaytib kelganda xonimizga marhamat qilsa, kan kushada paranglashamiz. Cho'qim boraman. Xo'sh qani. Xo'sh qani. Qarab mangala. Xo'sh turib qolsa. Uzatmadim amisa. Bu jazoni qorlab bozakni bozib ketdi, yomonni qo'qirgan nimalar? Pullarni ilishib, g'inqima tikib yetishdi. Ahad saharda poytaxtga safarga chiqmoqchi edim. Qaysinglar men bilan birga berishni xohlaysizlar? Men baray. Yangi yilni poytaxtda o'tkazib, ko'nglimni ichib kelay. Hava so'q, yo'l teyilg'aq. Bu to'la mushkul ish. Her qancha mushkul bo'lsa-mu, 105 bilan bilib olsam, ko'nglim aram topdi. Andaqtikini japaga saladigan bo'ldim. Biroz yemeklik bilan mayib, qo'ng'ir tosh shirastisiga borgin. Men akam, yengemlar bilan xo'shishib kelay. Bo'ldi. Ma'qul. Bu safardan oz deganda 2 oyda qaytib kelaman. Aka, siz ko'ngilchak. Men uyda yo'q chaqlarda qatlimi seti chiqib bakni berilib ketmang. Vaqtchiroq chiqib baldur qayting. Kishilar bilan jidallashmang. Aroq sharobmi ichmang. Uyga yetib kelganda pardani tushirib yetib darvozani ching taqib oling. Mushunda qilsangiz behuda ovorichilik so'z cho'chaklardan xoli bo'lasiz. Mubodo birov sizni bo'zaq qismi sabr qiling. Qaytib kelganda andaqlar bilan o'zim hisoblashayman. Agar so'zimni qabul qilsangiz mush qadahni ko'tarib o'ting. Hukam deganlaringizning hammasi o'rinliq. Ma'qul. So'zingizdan hargiz chiqmayman. Yengem hamma ishga chiqar, puxta ayolsiz. Buni aytmasammi bo'ladi. Akam tüptüz adam. Sizin ko'ngil bölüşünüzge muhtaç. Agar uyning ishiga ching bo'lsangiz, akammo ko'p ovarchilikdan xalos bo'ladi. Ko'ngillar to'g'ri edi. Ishiging ching bo'lsa, it kirmaydi. Shundoq. Qayni ini, biray o'sak so'z anglab qoldimi nima? Men penjilyan, oq ko'ngil jigarlik ayolman.
Bu dağı tekkenden buyan uyimizge çimölümü kirip baqqani yok. Kimning ishiga o'choq, chitlig'i yo'chiqgan, gapni siqqayagi qislar bo'lamiki? Er kishi deganchu, soni singayagi sepet gapni siqqayagi qiladigan. Hükümüzden bu gapleri yaxshi niyat bilan deyilgan gaplar o. Gap bering. Ma'qul. Yengemning gaplarini ko'nglimga pukib qo'ydim. Agar so'zingiz bilan harakatiniz, tilingiz bilan dilingiz birdek bo'lsa, men sizdan 1000 martaba rozi. Qani yenge, mush qadahni ko'tarib Men ish baxmagan. Ne görse? Toxta. Bu nemi qilgini? Qarang onu. Tekçi balılığını taşlamagın. Hamma eyip mende. Fukam, qayaga bormoqchi bo'lyapsiz? Kech kirib qoldi. Ahad saharda yo'lga chiqmoq edim. Qaytib berib safarning taraddudini qilib olay. Aka. Ehtiyotchan bo'ling. Hazırlık sözlerimle her yüzümü yadınızdan çıkarma. Her kanç iş bolsun mu ben kaytıp gelgendiyken bir taraf kalaylı. Fuka, baldırraq qaytib keləsiz.